berildi. Darvozabonimiz afsuski yo'nalishni topgan bo'lsa ham qaytara olmayapti. Navaf Narvoan o'yinda gol urdi, seriyada hisobni ochmoqda. Topgandek edi, men qaytardi deb o'ylagandim. Mana qarang, zarba kuchlilik qildi. Ozgina yetmadi. Endi esa Mashrab Odilov zarba yo'llaydi. Raqib jamoada darvozabon o'zgargan. Ikkinchi raqamdagi Muhammad Ahmed endi chiziqda turibdi. Mashrab Odilov. Odilovdan zarba, gol. Hisob tenglashyapti. Bosimni yechib oldik. Qaysidir ma'noda hisobni tenglashtiryapmiz. U qadar kuchli bo'lmagan, lekin aniq zarba. Saudiyada ikkinchi urinish. Bu safar 7-chi raqamdagi Ehab Muhammad qiyinchiliksiz gol urib ketdi. Darvozabonimiz yon tomonga tashlandi. Zarba esa markazga yaqin berilgandi. Yo'nalishni topa olmadi Shavkat Ibragimov. Endi esa Ropiyev nuqta yoniga kelyapti. Ixtiyor. Kuchli zarbasi bor. Kuchli tepdi va hisobni yana tenglashtiryapti. Ixtiyor zo'r. Bu gal endi e'tibor qarating. Abbos Elmurodovga terma jamoamizda imkoniyat berilmoqda. Birinchi raqamli asosiy darvozabonimiz raqami 12 bo'lsa ham asosiy darvozabonimiz 12-chi raqamlar to'qnashuvida o'ylaymizki Abbos qutqaradi. Abbos zo'r to'p qaytarilyapti. Hisob o'zgarmay qoldi. Abbos oxirigacha mana shunday davom et. Endi gol urib olishimiz va hisobda oldinga chiqishimiz kerak bo'ladi. 1 daqiqa ham o'ynamadi. 3-o'rin uchun bahsda. Endi Elbek To'lqinov. Raqibda ham darvozabon o'zgaryapti. Elbek gol! Hisobda oldinga chiqib olyapmiz. Zo'r. Mana endi ustunlik biz tomonda. Mana endi g'alabaga juda yaqin kelyapmiz. Elbek To'lqinov seriyada maksimal endi emotsiya berilyapti, to'g'ri tushunasiz. Og'ir o'yin bo'ldi, juda og'ir o'yin. Uchrashuv davomida ham qaytib oldik. Yana Abbos bu safar qaytara olmadi. Fuat Al-Asiri hisobni tenglashtirdi umumiy. Hisob 3-3. Abror Ahmedziyanov. Hozir Ibragimov, Shavkat Ibragimov keyingi zarbani qaytarishga urinib ko'radi. U chiziqqa boryapti. Abror Ahmedziyanov. Afsuski noaniq tepdi. To'p to'sindan qaytmoqda. Bizda ham xato. Endi biz Shavkat Ibragimovdan darvozada yaxshi o'yin kutamiz. Hali hech narsani yo'qotmadik yigitlar. Abdulloh Ad-Dovsari zarba yo'llaydi. Hakam ruxsat bermoqda. Ad-Dovsari gol urdi va terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqmoqda. 4-3. Juda ham mas'uliyatli daqiqa. Bizda kim tepar ekan? Muzaffar Ahadjonov hisobni tenglashtirishi kerak bo'ladi. Muzaffar, ishonamiz. Muzaffar! Ishonamiz dedik. U ishonchni oqlayapti. Tortdi. Bu yog'iga xatogacha davom etadi. Xatogacha. Hech qanday imkoniyat qoldirmadi Muzaffar. O'yinlarni bevosita
arenadan kuzatib borayotgan delegatsiya vakillari. Abbos Elmurodov darvozada. Abbos qaytara olmadi. Abdulloh Alaqeli gol urayapti. Yana Saudiyaning hisobda oldinga olib chiqmoqda. O'yin ham og'ir o'tdi, seriya ham murakkab bo'lyapti. Endi zarba yo'llash navbati Abbos Elmurodovda. Hisob 4-5. Abbos juda osonlik bilan o'zi darvozabon bitta deyapti, mana bitta. Qaytaraylik, bo'ldi deyapti. Yana Abbos darvozabon raqib darvozabonining kuchsiz jihatlarini juda yaxshi biladi. Bitta qaytarsak bo'ldi. Nazarimda kim tepadi, kim qoldi? Nasr al-Harti qolibdi. Zarba yo'llamagan Saudiya Arabistonida. Ikkilanish bordi va to'p qaytarilyapti. Abbos Elmurodov. Hozir hisob o'zgarmay qoldi, 5-5. Kim yakunni qo'yadi bizda? Akbar Usmonovmi? O'z ikkilanish borligini ko'rdik. Raqib o'yinchisida Abbos ham ko'rdi, oxirigacha kutdi va to'pni qaytardi. Endi g'alaba golini Akbar Usmonov urish kerak. Akbar! Aniq zarba! Gol! 6-5. O'zbekiston terma jamoasi Islom birdamlik o'yinlarida bronza medallarini qo'lga kiritmoqda. Juda og'ir o'yin. Juda murakkab bahs. Eng muhimi g'alaba, eng muhimi medallar. Biz jamoaviy sport turida ham medallarni qo'lga kirityapmiz. Nodir Eliboyev va uning shogirdlari to'g'ri yo'lda ekanligini mana bu g'alaba ko'rsatyapti. Bu g'alabalar boshlanishi, bu g'alabalar hali davomiy bo'ladi degan umiddamiz. Sababi O'zbekiston terma jamoasini yanvarda Osiyo Kubogi ham kutyapti. Bugun uchrashuv ancha og'ir o'tdi, ancha murakkab o'tdi. Saudiya Arabistonida ham futzal rivojlanib borayotganligini ko'rsatishdi. Lekin yigitlar oxirigacha irodali o'yin namoyish etib, seriyada o'z mahoratlari evaziga, aniq zarbalar evaziga